Ha, nega azonlab turib oldingiz? Bugun akam keladilar. Qaysi biri? O'rtanchasi. Tinchlikmi? Xorijga ish bilan ketayotgan ekanlar. Qachon? Bugun kechqurun. Nega men eshitmadim? Kecha qo'ng'iroq qilgandilar. O'zingiz ishdan kech keldingiz-ku. Ha, demak, akajoningizni vokzalga olib chiqib qo'yib, kuzatib kelishim kerak ekanda, a? Albatta-da. Siz akamni eng yaxshi ko'rgan kuyovlarisiz. Olib chiqib kuzatib qo'ymasangiz xafa bo'ladilar. Xo'p. Demak, ishxonaga borib javob olishim zarur. Hamma ishlarimni yig'ishtirib qo'yib, akangiz bilan birga shahar aylanib yurishim kerak ekanda. Nuqul shunaqa qilasiz. Ozib-yozib meni qarindoshlarim kelganda, boqmaga tushib noliysiz. Ha, bo'pti. Ertalabdan asabingizni buzmang. Cho'zilib yotaverasizmi? Ha, nima qilay? Turing. Akajoningiz kelganda uyg'otarsiz. Tavba qildim. Charos qizim. Charos. Asal qizim. Ha, oyi. Tur qizim, tura qol. O'qishingga kech qolasan. Darrov tong otdimi? Tong otish ham gapmi? Quyosh chiqib ketdi-yu. Qani tur qizim. Hozir turaman. Asal qizim. Shakar qizim. Shirin qizim. Qani tura qol. Och ko'zingni. Hozir turaman. Uyqung qochdimi? Yana ozgina uxlay. Bo'ldi, tura qol. Odam ertalab turib yaxshi niyat qilsa, Hozir, Xudo ham oyi. niyatlarga bilzar ekan. Har bir kundan unumli foydalanish kerak. Hozir. Oyi, Tur hozir. mana. Konfetlarni olib kel. Xo'p bo'ladi. Qo'y. Bittasini bu tarafga, bu yoqqa qo'y. Chaqchuqlarni olib kel qizim. Fatima, Labi. qizim, choynak qani? Mana shkofni qarang-chi. Ana, nonushta tayyorlasham o'zimizga qoldi. Quruq choy qayerda? Mana mamunsida. Yo'q-ku. Mam tortmani qarang-chi. Xudoyim, a. Mana topdim. Tez qimirla qizim, chaqqon. Oyi, bugun ham mehmon keladimi? Ha, o'g'lim. Qayoqdan bilding? Ana, dasturxon yasatyapsiz-ku? Bugun tog'ajoning keladilar. Begin dadasimi? Begin ham keladimi, oyi? Yo'q, Begzojon ta'tilda keladi. Voy, kelsa mazza qilib o'ynardingda. Mayli.
Dada, Ha? premyerangiz qachon bo'ladi? Ozgina qoldi qizim. O'qituvchilarimga ham taklifnoma bersam bo'ladimi? Bo'ladi qizim. O'zimni dadajon. Voy dada, Ha? men ham kursdoshlarimni taklif qilsam bo'ladimi? Bemalol. O'zimni mehribon dadajonim. O'zimni asallarim. Agar sizlar aqlli, xushli bo'lsanglar, men hamisha xursand yuraman. Harakat qilamiz. Meni asallarim, shakarlarim, omon bo'linglar. Qani obara qol. Ana, bo'ldi. Oyi, Ho, men ketdim. yaxshi borib kel qizim. O'qishdan kech qolmagin, a? Xo'p, xayr. Mayli, xayr, oyi. Xayr, Xayr, ojon. to'polon qilmagin. Hop, Yaxshi borib kelinglar. ketdik. Mayli, biz ham ketdik, xonim. Yaxshi borib keling, Hop, dadajonisi. hop, hop. Hozir akajon, hozir. Assalomu alaykum. Voy, Voy, ishlamisiz? Sizni yana bezovta qildingmi? Voy, sovuq, sog'lig'im yo'q shul. Ichkariga Voy, kiring. Alloh. Kiring. Voy, Yuring, voy, kiring. yo'q, ichkariga kirmayman. Shu yerda o'tiraman. Ehtiyot bo'ling. Voy, Alloh. Nima bo'ldi, opa? Voy, sog'lig'im yo'q shul. Uramga chiqsangiz, menga dori olib kelsangiz degan edim. Voy, Alloh. Voy, bolalarga telefon shotiratgan edim, uyda yo'qlarmi? Birovda olmadi. O'zim boram desam, birda hal yo'q. Jonim bilan olib kelib beraman, opajon. Meni oqchi olamiz. Pulingizni olib qo'ying. Yo'q. Yo'q, boshqa narsaga ishlatarsiz. Ay, Men hozir kiyimlarimni almashtirib, darrov olib kelib beraman. Xo'pmi? voy Alloh umringizni bersin. Sog'lig'ingiz. Voy Alloh. Balki qizlarning xonasiga kirib yotib turarsiz. Uyga chiqam, uyga ketay. Ey Alloh. Oy, sog' ehtiyot bo'l. bo'ling. Alloh umringizni bersin. Men darrov borib kelaman. Qo'shilay. Allo. Assalomu alaykum Mohira opa. Va alaykum assalom. Hamkorlarimiz sizni so'rashyapti. Madina, bora olmayman. Tushunsang-chi, ilojim yo'q. Akam kelishlari kerak. Kutyapman. O'zing bir amallagin. Xo'p, xo'p. Voy. Assalomu alaykum Ma'mur opa. Va alaykum assalom. Ha, Mohiraxon, meni ko'rib kayfiyati tushib ketdi. Yo'q. Haligi Ashrof opani mazalari qochib qopti. Voy, nimaga men xabardor emasman? Voy o'lmasam. Ha, endi yon qo'shni, jon qo'shni deyshadi-ku. Yon qo'shnilar oldin xabar topishadi-da, Voy opajon. xudoyim-ey, yaxshi ham aytdingiz. Hozirroq xabar qilaman. Qo'shnilarga ham aytib chiqaman. Men ham hozir dorixonaga tushib ketayotgan edim. Voy, dorixonaga nega endi siz borar ekansiz? Men boraman dorixonaga. Har kim o'z ishini o'zi qilsin. Tavba, nimalardir yozishibdi debdi-ki. Qanday yaxshi bo'ldi-ya, opa. U hozir mehmonim kelish kerak edi. Yana-ya? Tavba. Akam kelishlari kerak. Mehr oqibatinglarga gap yo'q. Endi bilasiz-ku, opajon.
Birimiz ko'z bo'lsak, birimiz qoshmiz. To'g'ri. Opa, Ha. o'zingiz nega chiquvdingiz? Nimaga chiqdim o'zi? Voy. Voy, esim qursin. Esimda yo'q. Esimga tushsa qaytib kirarman. Bo'ptimi? Mayli. Ashraf opadan xabar olay. Bo'pti, sog' bo'ling. Mayli. Voy, o'lmasam ey. O'lmasam Tavba. ey. Voy, aka, keldingizmi? Keldim, mana. Kiring, kira qoling. Qalay? Ertalabdan beri kutaman. Mana buni keling berib yubordi. Suzma ekan. Voy, keyin baraka topsinlar. O'zi qishlog'imizni suzmasdan yegim kelib beruvdi. Xo'sh, yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, Xudoga shukr. Bolalar qalay? Hammasi sog' salomatmi? Yurishibdi, o'qib yurishibdi. Yaxshi. Kuyov qalay? Kuyov. Kuyovingiz yaxshilar, ishdalar. Omon bo'lsin, omon bo'lsin. Kiring. Rahmat. To'rga o'ting, aka. Qani, bitta duo qiling. Ilohi omin. Sihat salomatlik bo'lsin. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar. Akbar. Xush kelibsiz, aka. Xushvaqt bo'l. Namuncha kech qoldingiz? Ertalab azonlab yetib kelaman degandingiz. Nima bo'ldi? Shalog'i chiqqan avtobusga chiqibman degin. Yo'lga chiqishi bilan buzildi qoldi. Ichi ham juda ham sovuq ekan ey. U mashinani tuzatguncha hammamiz qotib qoldik. Yaxshi ham poyezdim kechqurun ekan. Qara. Hozir qaynoq choy damlab kelaman. O'tirib turing. Xo'p. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat singlim, rahmat. Voy, aka, nima ko'p yengil mashina ko'p. Bittasiga aytsangiz, bir pasda yetib kelardingiz. Pulni tejayman deb burnimdan buloq bo'lib chiqdi. Ipodromga-ku bir baloq qilib yetib keldim. Atrofimda taksichilar parvona. Sizlarni manzilingizni aytsam 5000 bo'ladi deydi. Voy o'lsin, Iya, shuncha joydan Toshkentga 5000 ga kelsam-u, bir qadam joyga 5000 bo'ladimi deb shart avtobusga o'tirib kelaverdim. Voy, bir joningizga shuncha azob. Shu sovuq begona yurtlarda qiynalmaysizmi? Singlim, ilojim yo'q. Ikkita qizim bo'y yetib turibdi. Shu topgan pulingizga kichkinagina do'konchami yoki sartaroshxonami ochib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Ham pulingiz aylanib turadi, ham pul topaman deb sarson sargardon bo'lib yurmaysiz. Mana, bizning oilamizni meni tikish sexim boqadi. Soddamizda. Mana buni ishlatishni bilmaymiz. 20 sotixdan ortiq yeringiz bor. Shunday. Bedadan boshqa hech narsa ekmaysiz. Yerdan foydalanishni bilmaysiz. 7-8 oylab begona yurtlarda sarson sargardon bo'lib yurasiz. U yerda siz qiynalasiz, bu yerda bola chaqangiz qiynaladi. Yana aql o'rgatyapti deb ko'nglingizga olmang. Shunchaki jonim achigandan gapiryapman. Bu yigit faqat seni yoqtirar ekan. Qo'ysin-chi. Ko'zlaridan sezilib turibdi. Ko'zlardan qanday seziladi? Ko'z yurakni oynasi deyishadi. Men bilan tanishtirmoqchi bo'lganingda, ko'nglichi qanaqadir boshqacha bo'lib ketdi. Bechorani ko'p qiynamagin. Iltimos, shu mavzuda gaplashmaylik. Xo'sh. Nima maslahat berasan? Agar gapimga ko'nsangiz aka, o'zim yordam beraman. Qani? Kinoyim bilan maslahatlashib, 2 ta uyni bo'shatinglar. Men bu yerdan 2 ta mashina jo'natsam, gazmollar jo'natsam, keyin bitta shogirdimni ham qo'shib jo'natsam, u tikishni o'rgatsa.
Boshida o'zim yordam berib turaman. Shu hovlilarda tikish sexi ochsanglar, yaxshi ish bo'lardi. Faqat siz rozi bo'lsangiz bo'ldi. Hamma qiyinchilikni men o'z bo'ynimga olaman. Shunga nima deysiz aka? Xo'sh, Mayli. Ko'ndirding singlim. Bo'lmasam men uyga qaytay. Borib, keling bilan maslahatlashib, keyin senga qo'ng'iroq qilaman. Xo'pmi? mana bu boshqa gap. Lekin bugun ketishni xayolingizga ham keltirmang. Nega? Hali kuyovingiz keladilar. Ovqat qilyapman. Bugun qolasiz. Guringlashib o'tirasizlar. Yo'q. Bugun ketaman. Lekin poyezdda ketaman. Maza qilib, yonboshlab choy ichib ketaman. Yaxshi aka. Siz o'zingiz choy quyib ichib turing. Men ovqatimga qaray. Xo'p. Ладно, будь здоров. Labay. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom Azizjon. Yaxshimisan? Kelin, bolalar Rahmat, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Dadam, ayam, hammasi salomatmi? O'zing zo'rmi? Ishlaring yaxshimi uka? Hammasi zo'r aka. Shu desang, jiyaning Ozodjon Rossiyada ishlab kelyapti. 3 kun oldin yo'lga chiqibdi. Bugun kechqurun taxminan soat 10 da Moskva poyezdi bilan Toshkentga keladi. Kutib ol. Ha, xo'p bo'ladi. Rahmat. Qaysi vagonda kelar ekan? Ha, vagonini aytmadi. Telefoni uzilib qolgan edi. Aka, qiziqmisiz? Eng muhimi vagon-ku. Endi bir amallab o'zing topib olarsan. Yo'ldoshlar garay qilmasdan kutib ol. Xo'p aka, xo'p. Xavotir olmang. Hammasi joyida bo'ladi. Dadamga, ayamga, hammalarga salom aytib qo'ying. Xo'p, aytaman. Xo'p, ko'rishguncha xayr. Oling, yeb o'tiring. Olyapman. Kuyovingiz keldilar shekilli. Keling aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Omonmisiz? Xudoga shukr. Keling. Qani? Qani o'tiring. Marhamat. Qani, duo qiling. Ilohi amin. Sog'lik salomatlik bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Alloh akbar. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Xonadonlar tinchmi? Rahmat. Aka ukalar, Hamma salom aytishdi. Keyin ham yaxshimi? Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Sog' bo'ling. Dadajonisi choydan iching. Rahmat. Ovqatim tayyor, sizaveraymi? Mayli. Qani dasturxonga nondan Xo'p, oling, olaman. marhamat. Oling. Endi kuyov men xorijga bormaydigan bo'ldim. Iya? Ha. Nimaga? Singlimdan bir zo'r taklif chiqdi-da. Ha. Shu qishloqda Ha. uydagilar bilan maslahatlashib, Aha. tikuv sexi ochmoqchimiz. Juda yaxshi o'ylabsiz-da. Ha. Endi bir gap aytsam, ko'nglingizga olmaysiz. Yo'q. Ochig'i, bu fikrga men ham qarshi edim. Ha. Endi bilasizmi, o'zga yurtda nima bor? O'zingning yurtingda ota-onangni, o'g'il qizingni bag'rida yurganingga nima yetsin? Ha, to'g'ri. Xuddi shu gaplarga men ham qo'shilaman. Qani ovqatga qaranglar. Olib keling. Ha, barakalla. Marhamat. Rahmat. O'zingiz Oling, ham o'tiring. dadajonsiz sovmasin. Rahmat. Aka, qani o'zingiz boshlang. Xo'p. Qani o'zingiz boshlab bering endi. Olinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Ana, tijoratchi qo'shningiz kelyapti. Buni hech tinganini bilmayman. Olib sotar. Voy, nimasini aytasiz? Ittinadi, qushtinadi, lekin buni tinganini bilmayman. Bo'shchinomoqsida u yoqqa bu yoqqa qatnagani. Nima qilsin endi? Bir qarasangiz Xitoyda, bir qarasangiz ippodromda. Tunov kuni Mohirani shunaqa xafa qildi. Voy, rostdanmi? Qani kuyov, bir omin qiling. Yo'q, 3-4 kun dam olib keting endi. Yo'q, rahmat.
Bo'lmasa, sizni vokzalga o'zim kuzatib qo'yaman. Mayli. Bir yo'la jiyanni ham kutib olaman. Xo'p. Qani bir duo qiling endi bo'lmasam. Ilohi amin. Amin. Sog'lik salomatlik bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Hammamizni xonadonimizda to'ylar bo'lsin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Xush kelibsiz aka. Rahmat sizga. Sog' bo'linglar. Qishloqda hammaga salom ayting. Aytaman. Esalomon yetib oling. Xo'p, boringlar. Endi jim bo'lib ketmang. Hurmatli Daram, bizni unutib yubormanglar. Toshkent Andijon poyezdiga Rahmat. Albatta boramiz. Endi senimi gapiga keling nimadirkina? Qishloqqa boringlar. Albatta Qishloqqa boray, xabar beraman. Xo'pmi? Albatta. Xo'p. 3-yo'lda Ishqilib baxtimizga omon bo'linglar, kuyov. ehtiyot bo'ling. 2-yo'ldan teplovoz o'tmoqda. Diqqat! Hurmatli yo'lovchilar. Toshkent Samarqand poyezdining jo'nashiga 5 daqiqa qoldi. Yo'lovchilar, joylaringizni egallashingizni so'raymiz. Diqqat! Hurmatli yo'lovchilar. Toshkent Andijon poyezdiga yo'lovchilar chiqarilmoqda. Yo'lovchilar, poyezdga chiqishingizni so'raymiz. Poyezd 3-yo'lda turibdi. Hurmatli yo'lovchilar, ehtiyot bo'ling. 1-yo'lga Moskva-Toshkent poyezdi qabul qilinyapti. Qaytaraman. Hurmatli yo'lovchilar, ehtiyot bo'ling. 1-yo'lga Moskva-Toshkent poyezdi qabul qilinyapti. Labbay, eshitaman. Jiyaningni kutib oldingmi, yo'qmi uka? Aka, poyezd kechikib keldi. Topolmadim. Bu provodniklarni hammasidan so'radim. Vagonlarni hammasiga kirib tekshirib chiqdim. Bitta iltimosimni bajara olmasang, nima qilib yuribsan? Senga ishongan edim-ku, uka. Yo'q, aka. Odamlar tarqalguncha poylab turaman. Topolmasam melisaxonadan kirib so'rayman. Faqat siz xavotir olmang. Agar shaharga kelgan bo'lsa, albatta qidirib topaman. Uka, albatta top. Bolam sovida qiynalmasin. Bilasan, qiziqqon, urishib yurmasin. Kasal bo'lib qolsa, xafa bo'laman, uka. Xo'p. Faqat xavotir olmang. O'zim topib kuzatib qo'yaman. Senga ishonaveraymi? Xavotir olmang. Bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi, dadasi? Muzlab qoldim. Jiyaningiz qani? Yerda ham yo'q, ko'kda ham yo'q. Qidirmagan joyim qolmadi. Melisaxonagacha kirib chiqibman. Siz uyga kirib o'ranib yoting ko'rpaga. Jiyanimni topmasam akamdan baloga qolaman. Voy, jiyaningizning nimasi yo'qolib qolmaydi. Siz issiqqina ko'rpaga o'ranib yoting, men choy damlab kelaman. Issig'ingiz chiqyapti-ku, dadasi. Dori ichib olasizmi? Mayli. Mana.
Rahmat. Soat nechi bo'ldi? 2 bo'lib qoldi. Bu Ozod jiyandan xabar bormi? Namuncha xavotir olasiz? Erkak kishi uyga yetib olgandir. Ha endi shunaqa deysiz-u jigarda. Akam bechora rosa xavotir olayotgandir. O'zingiz bir ahvolda yotibsiz. O'zingizni sog'lig'ingizni o'ylasangiz-chi? Akangizlar. Ye. Labbay aka. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Keyin jiyanlar yaxshimi? Ozodni so'rang. Ha, Ozod bordimi? Keldimi? Ay, Xudoga shukr. Iltimos, trubkani bering. Menga qara jiyan. Baraka topir senda o'zi aql vijdon degan narsa bormi, a? Uyimni bilasan, telefonni bilasan. Uyga kelishni xohlamas ekansan. Bir og'iz telefon qilib aytib qo'ysang o'lasanmi? Qo'ying. Suv beraymi? Bo'ldi. Asabiylashmang. Yuragingizga ta'sir qiladi.